Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Pensionerlarga kirish taqiqlanadi. Endi ayrim muassasalar ostonasiga qo'yilmaydi degan gaplar nimani anglatadi? Bu hammaga taalluqlimi? Kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam nafaqasidan, imtiyozdan, tibbiy xizmatidan yoki qonuniy huquqidan vaqtincha foydalana olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda gap so'zlarni emas, amalda nima qilish kerakligini tushuntirib beraman. Avvalo eng asosiy narsani aytib qo'yaman. Pensioner bo'lgani uchun odamni hamma joyga kiritmaslik degan umumiy qoida yo'q. Ya'ni endi barcha pensionerlar bankka, poliklinikaga, hokimiyatga, pensiya bo'limiga, mahallaga yoki boshqa davlat idorasiga kira olmaydi degan gap to'g'ri emas. Lekin ayrim muassasalarda kirish tartibi ancha qat'iylashgan, ayrim joylarda esa shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz oldindan yozilmasdan elektron navbatsiz yoki ruxsatnomasiz kirish cheklanmoqda. Odamlar mana shu cheklovni pensionerlarni kiritmayapti deb tushunib qolmoqda. Ilgari qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar odat bo'yicha idoraga borardi. Eshik oldidagi qorovulga men pensionerman, shu masalada keldim derdi. Ichkariga kirib, mutaxassisni topib, navbat kutib masalasini joyida hal qilishga harakat qilardi. Ba'zan pasport bo'lmasa, mahalla guvohnomasi bo'lsa, pensiya daftarchasi bo'lsa yoki tanish xodim bo'lsa, odam ichkariga o'tib ketardi. Ayniqsa tuman markazlarda hamma bir-birini tanigani uchun tartib yumshoqroq ishlagan. Hozir esa ko'p muassasalarda tartib boshqacha. Kirish joyida shaxsni aniqlash, ro'yxatdan o'tkazish, navbat bo'yicha qabul qilish, faqat belgilangan soatlarda fuqarolarni kiritish, ayrim binolarda esa faqat chaqiruv yoki yozma ruxsat asosida kirish talabi kuchaygan. Bu faqat pensionerlarga qarshi qaratilgan qoida emas. Bu tartib yoshlarga ham, tadbirkorlarga ham, talabaga ham, pensionerga ham bir xil qo'llanishi mumkin. Lekin pensionerlar ko'pincha hujjat olib yurmasligi, elektron navbatdan foydalanishda qiynalishi, telefoniga SMS kelishini tekshirmasligi, ishonchnoma rasmiylashtirmasdan farzandini yuborishi sabab eng ko'p muammoga duch kelmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, ko'plab xizmatlar kim keldi kiraversin usulidan oldindan aniqlangan shaxs, aniq hujjat, aniq navbat, aniq sabab usuliga o'tmoqda. Masalan, pensiya tayinlash, qayta hisoblash, plastik kartaga o'tkazish, bankdagi hisobni tekshirish, subsidiya, kompensatsiya, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlik hujjatlari, ijtimoiy yordam, meros masalalari, notarial harakatlar bo'yicha endi odamning shaxsi aniq bo'lishi kerak. Agar shaxs aniq bo'lmasa, xodim ham javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun eshikdagi xodim kirishingiz mumkin emas deganda, u ko'pincha siz pensionersiz, shuning uchun kirmaysiz demayapti. U sizda hujjat yo'q. Sizda navbat yo'q, qabul kuni emas. Bu bo'limga begona shaxs kirishi mumkin emas. Vakolatni tasdiqlovchi ishonchnoma yo'q demoqchi bo'ladi. Buni oddiy misolda tushuntiraman. 8 yoshli ota bankka borib, pensiya kartasidagi pul nega kamayganini so'ramoqchi. Ilgari bank xodimi tanisa, og'zaki tushuntirib yuborardi. Hozir esa bank ma'lumotlari sir hisoblanadi. Agar otaning pasporti yoki ID kartasi bo'lmasa, bank xodimi hisob bo'yicha ma'lumot bermasligi mumkin. Bu kamsitish emas, aksincha firibgarlikdan himoya. Chunki boshqa odam ham men falonchiman deb kelib, pensionerning hisobidagi ma'lumotni olib ketishi mumkin. Yana bir misol. 7 yoshli ona pensiya bo'limiga boradi, lekin masala aslida o'g'lining nomida rasmiylashtirilgan ishonchnoma bilan bog'liq. Ona o'g'lim ishlaydi, men kelaverdim deydi. Xodim esa bu masalada egasining o'zi yoki notarial ishonchnomasi bor vakil kelishi kerak deydi. Ona buni meni kiritmadi deb tushunishi mumkin. Aslida esa huquqiy vakolat yetishmayapti birinchi navbatda. Hujjatlarni doim olib yurmaydigan pensionerlar xavotir olishi kerak. Mahallada hamma meni taniydi. Bankda qizlar biladi. Pensiya bo'limiga 10 yildan beri boraman degan gaplar endi har doim yordam bermaydi. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy yo'llanma, ishonchnoma, arizon nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Agar odam hujjatsiz bo'lsa, eshikdan qaytish ehtimoli katta. Ikkinchi toifa. Farzandi yoki nevarasi orqali ish bitirmoqchi bo'lgan pensionerlar. Masalan, bu kasal o'zi bora olmaydi, nevarasi bankka borib,
Buvimning pensiya kartasi blok bo'libdi, ochib bering deydi. Bank buni qila olmaydi. Chunki karta egasi bu uyning o'zi. Agar bu uy bora olmasa, unda notarial ishonchnoma, ayrim hollarda uyga chaqiriladigan notarius xizmati yoki bankning belgilangan tartibdagi masofaviy identifikatsiya yo'li kerak bo'ladi. Shunchaki men nevarasiman degan gap yetmaydi. Uchinchi toifa sog'lig'i sabab tez-tez tibbiy muassasalarga boradigan pensionerlar. Ayrim shifoxona bo'limlariga reanimatsiya, yuqumli kasalliklar bo'limi, yopiq davolash hududlariga erkin kirish bo'lmaydi. Bu yerda pensioner kiritilmaydi degan ma'no yo'q. Bu sanitariya xavfsizlik va bemorlar huquqini himoya qilish talabi. Masalan, 75 yoshli ota kasalxonada yotgan akasini ko'rgani boradi. Lekin bo'limda karantin tartibi bo'lsa, uni kiritmasliklari mumkin. Bu vaziyatda janjal qilish emas, navbatchi shifokordan yozma yoki og'zaki tartibni so'rash. Qachon ko'rish mumkinligini aniqlash kerak. 4-toifa maktab, bog'cha, kollej, oliygoh, bolalar bilan ishlaydigan muassasalarga sababsiz kirib boradigan keksalar. Ba'zi bobolar nevarasini olib ketish uchun bog'chaga yoki maktabga boradi. Hozir bolalar xavfsizligi bo'yicha talablar kuchaygani uchun bolaning ota-onasi tomonidan ruxsat bergan shaxslar ro'yxatda bo'lmasa, bu yoki bobo bolani olib keta olmasligi mumkin. Bu ham pensiyaga qarshi qo'yda emas. Agar ro'yxatda bo'lmasa, yosh ota ham bolani olib ketishda muammoga duch kelishi mumkin. Agar sizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, qayerga nima masalada borayotganingizni aniq bilsangiz, qabul vaqti yoki elektron navbatni tekshirgan bo'lsangiz, sizning qonuniy huquqingiz bo'yicha muassasa sizni shunchaki pensioner bo'lganingiz uchun rad etishi mumkin emas. Bank, pensiya jamg'armasi, mahalla, poliklinika, notarial idora, davlat xizmatlari markazi kabi joylar fuqarolarga xizmat ko'rsatish uchun ishlaydi. Sizning yoshingiz sizni xizmatdan mahrum qilmaydi. Masalan, o'g'lim 6 yoshli ayol pensiyasini qayta hisoblatmoqchi. U ID kartasini, mehnat daftarchasining nusxasini, oldingi ish joyidan ma'lumotnomani, arizasini olib davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli pensiya bo'limiga borsa, uni siz pensionersiz, kirmaysiz deb qaytarish qonuniy bo'lmaydi. Agar navbat ko'p bo'lsa boshqa gap. Agar hujjat yetishmasa boshqa gap. Lekin yosh sababli rad etish mumkin emas. Yana bir misol. 70 yoshli ota mahallaga moddiy yordam bo'yicha murojaat qiladi. Agar u yashash manzili, oilaviy holati, daromadlari, pensiya miqdori, kommunal to'lovlar bo'yicha kerakli ma'lumotlarni taqdim etsa, uning arizasi ko'rib chiqilishi kerak. Mahalla pensionerlar qabul qilinmaydi deyishi mumkin emas. Agar qabul kuni dushanba va payshanba bo'lsa, ota chorshanba kuni borganida bugun qabul yo'q deyishlari mumkin. Bu kirish taqiqi emas, ish tartibi. Eng ko'p xato shundaki, odamlar kirish taqiqlangan degan gapni menga xizmat ko'rsatilmaydi deb tushunadi. Bu ikki narsa boshqa. Muassasa ichkarisiga kirish cheklangan bo'lishi mumkin. Lekin xizmat oynasi, qabulxona, davlat xizmatlari markazi, markaz, elektron portal yoki yozma murojaat orqali xizmat ko'rsatilishi shart bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim idoralarda fuqarolar xodimlarning xonasiga kiritilmaydi. Faqat birinchi qavatdagi qabul bo'limida murojaat qabul qilinadi. Bu tartib odamni sarson qilmaslik va ichki hujjatlar xavfsizligi uchun joriy etilgan. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki rad javobiga ishonib uyga qaytib ketmang. Agar siz qonuniy masala bilan borgan bo'lsangiz va sizni qabul qilishmasa, iltimos rad etish sababini yozma ravishda bering deb ayting. Ko'pincha shu jumlaning o'zi vaziyatni o'zgartiradi. Chunki xodim og'zaki mumkin emas deyishi oson, lekin yozma rad javobida aniq qonuniy asos ko'rsatishi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, pensionerning o'rniga farzandi borayotganda ishonchnoma masalasi. Ko'pchilik men otamning o'g'liman, shuning o'zi yetarli deb o'ylaydi. Lekin bank siri, pensiya ma'lumotlari, tibbiy sir, mulk hujjatlari, notarial harakatlar bo'yicha qarindoshlikning o'zi yetarli bo'lmaydi. Ota yoki ona aqli raso, huquqiy layoqatli bo'lsa, o'zi rozilik berishi yoki ishonchnoma rasmiylashtirishi kerak. Agar sog'lig'i sabab notariusga bora olmasa, notariusni uyga chaqirish mumkin. Agar odam og'ir holatda bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma va boshqa tartiblar talab qilinadi. 4-nozik jihat, elektron xizmatlardan foydalanish. Endi ko'p masalalar onlayn tekshiriladi. Pensioner, men telefondan tushunmayman desa ham tizim o'zgarib bormoqda. Bu yerda farzandlar yordam berishi kerak. Lekin ehtiyot bo'ling. Telefon raqami, bank kartasi kodi, SMS kod.
Pasport ma'lumotlarini begona odamga bermang. Eng ko'p firibgarlik aynan pensionerlar orasida sodir bo'ladi. Kimdir pensiyangiz oshibdi, kodni ayting. Kompensatsiya tushadi. Kartangizni ayting. Navbatga qo'yaman. SMSni o'qing deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodini aytmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan kartaning PIN kodini so'ramaydi. 5-nozik jihat, muassasa ostonasiga qo'yilmaydi degan ibora ko'pincha yopiq hududlarga tegishli bo'ladi. Harbiy qism, tergov izolyatori, sud binosining ayrim zonalari, arxivning saqlash xonalari, kasalxonaning maxsus bo'limlari, bolalar muassasasining ichki hududi, bankning kassadan keyingi ichki xonalari, zavodning xavfli ishlab chiqarish hududi kabi joylarga har kim kira olmaydi. Pensioner ham kira olmaydi, talaba ham kira olmaydi, tadbirkor ham kira olmaydi. Bunday joylarda ruxsatnoma, chaqiruv, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ba'zan tibbiy ko'rik yoki xavfsizlik yo'riqnomasi talab qilinadi. Birinchi holat. 69 yoshli pensioner aka pensiyasi 1.200.000 so'mdan 1.050.000 so'mga tushib qolgandek tuyuldi. U bankka bordi. Lekin pasportini uyda qoldirgan. Bank xodimi ma'lumot bermadi. Aka jahli chiqib pensionerlarni kiritmayapti dedi. Aslida sabab boshqa, shaxs tasdiqlanmadi. To'g'ri yo'l qanday? Uyga qaytib ID kartani olib kelish, bank ilovasida yoki bankomatdan ko'chirma olish agar ushlab qolish bo'lsa, kim tomonidan va qaysi asosda ushlanganini yozma so'rash. Ba'zan aliment, kredit, ijro hujjati, kommunal qarz yoki kartadagi xizmat haqi sabab pul kamaygan bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat. 74 yoshli ona sanatoriy yo'llanmasi so'rab ijtimoiy himoya bo'limiga bordi. Kirishda bugun qabul kuni emas, arizani davlat xizmatlari markazi orqali topshirasiz deyishdi. Ona buni rad javobi deb o'yladi. Aslida ariza topshirish kanali o'zgargan bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l, qaysi hujjatlar kerakligini yozib olish, tibbiy xulosa, pasport, pensiya guvohnomasi, imtiyoz hujjati, ariza nusxasini tayyorlash. Davlat xizmatlari markaziga borish yoki yaqin qarindosh yordamida elektron topshirish. 3-holat. 63 yoshli bobo nevarasini maktabdan olib ketmoqchi bo'ldi. Maktab qorovuli uni kiritmadi. Bobo pensioner bo'lganim uchun kiritmadi deb o'yladi. Aslida bolaning xavfsizligi uchun ota-ona tomonidan ruxsat berilgan shaxslar ro'yxati bo'lishi kerak. To'g'ri yo'l. Ota yoki ona maktab ma'muriyatiga ariza yozadi. Boboning pasport ma'lumotlarini beradi. Telefon raqamini ko'rsatadi. Shundan keyin bobo bolani belgilangan tartibda olib ketishi mumkin. 4-holat 50 yoshli kishi sobiq ish joyidagi arxivga kirib, ish staji bo'yicha ma'lumotnoma olmoqchi. Arxiv xonasiga kiritishmadi. Bu rad javobi emas. Arxiv hujjatlar saqlanadigan yopiq xona. To'g'ri yo'l. Korxona rahbari nomiga ariza berish, qaysi yillarda ishlaganini ko'rsatish, lavozimini yozish, pasport nusxasini ilova qilish, ariza qabul qilingan sanani belgilatib olish. Arxivga kirish shart emas. Ma'lumotnoma rasmiy tartibda berilishi kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, birinchi ish hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, AYN yoki JSSHR ma'lumoti. Bank kartasi shartnomasi nusxasi bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, mehnat daftarchasi nusxasi, oldingi arizalar va javob xatlari bo'lsin. Asl hujjatlarni ehtiyot qiling, lekin kerakli nusxalar doim tayyor tursin. Ikkinchi qadam. Qayerga borishdan oldin telefon qilib aniqlang. Qabul kuni qaysi kun, qabul soati nechadan nechagacha, elektron navbat kerakmi, oldindan yozilish shartmi, qaysi hujjatlar kerak, vakil bo'lsa bo'ladimi? Ishonchnoma talab qilinadimi? Bularni oldindan so'rang. Bu oddiy harakat bir kunlik sarsonlikni oldini oladi. 3-qadam. Agar sizni eshikdan qaytarishsa, janjal qilmang, lekin jim ham ketmang. Xotirjam ohangda so'rang. Meni qaysi sababga ko'ra qabul qilmayapsiz? Qaysi hujjatim yetishmayapti? Qaysi tartib asosida kirish cheklangan? Arizamni qayerda topshiraman? Rad etish sababini yozma bera olasizmi? Shu savollar vaziyatni aniq qiladi. Ba'zan xodim ham tushuntirib beradi. Siz esa nima yetishmayotganini bilib olasiz. 4-qadam. Yozma ariza qoldiring. Arizada familiya, ism, otasining ismi, manzil, telefon raqami, masala mazmuni, talabingiz aniq yozilsin. Masalan, menga pensiya miqdorim qayta hisoblanishi bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman. Yoki bank hisobimdan ushlab qolingan summa asosini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Yoki sanatoriy yo'llanmasi olish tartibi va talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini berishingizni so'rayman.
Arizadan nusxa oling va qabul qilingan sanani qo'ydiring. 5-qadam, agar pensionerning o'zi yura olmasa, vakillikni to'g'ri rasmiylashtiring. Notarius orqali ishonchnoma qiling. Unda aynan qaysi ishlar bo'yicha vakolat berilayotgani yozilsin. Bankdan ma'lumot olish, pensiya bo'limiga murojaat qilish, davlat xizmatlari markazida ariza topshirish, tibbiy hujjatlarni olish va hokazo. Umumiy gaplar ba'zan yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun ishonchnomani tayyorlashda aniq sohalarni ko'rsating. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensionerlar endi muassasaga kiritilmaydi. Men sizga pul evaziga hal qilib beraman. Navbatga qo'yish uchun karta raqamingiz kerak. Kompensatsiya olish uchun kodni ayting deganlarga ishonmang. Rasmiy to'lov bo'lsa, u bank kassasi, davlat boji yoki rasmiy kvitansiya orqali amalga oshiriladi. Qo'lga pul berib, ichkarida tanishim bor degan odamga ishonish juda xavfli. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Telefoniga muhim raqamlarni saqlab qo'ying. Mahalla, poliklinika, bank kol markazi, davlat xizmatlari markazi yaqin qarindosh. Ota-onangizga SMS kodini hech kimga aytmaslikni tushuntiring. Hujjatlar papkasini bir joyga qo'ying. Agar kerak bo'lsa, qabulga birga boring. Lekin ularning roziligisiz hujjatlarini ishlatmang. Demak, asosiy xulosa shuki, pensionerlarni hamma muassasalarga kirgizmaslik haqida umumiy taqiq yo'q. Lekin kirish tartibi hujjat talabi. Elektron navbat, ruxsatnoma, vakillik va xavfsizlik qoidalari kuchaygan. Muammo ko'pincha pensionerlikda emas, hujjat yetishmasligi, navbatga yozilmaslik, ishonchnoma bo'lmasligi yoki yopiq hududga ruxsatsiz kirishga urinishda. Shuning uchun vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Har bir murojaatni hujjat bilan, yozma ariza bilan va aniq talab bilan qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi muassasaga kiritishmadi? Nima sabab aytishdi? Muammo qanday hal bo'ldi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan vaziyatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini ham, pulini ham, vaqtini ham himoya qila oladi.